Assalomu alaykum hurmatli Mustang jamoasini kuzatib turgan obunachilarimiz. Navbatdagi xavfsiz drabilkamiz tayyor bo'ldi. Universal Don Hashi uchun Qarshiga Baxtiyor akamizga. Xo'p. Drabilkamiz 8 tali pichoq bilan yasalgan. Original pichoqlar qo'yilgan. 220 da ishlaydigan mis motorligi. Aholasini voltlargacha ko'rsatib turadi. Tokimiz 195-198 ko'rsatyapti. Hop, mana bunisi zaslonkasi. Bunisini qo'yib turib. Hop, mana shu yerga donni to'ldirib qo'yiladi. Donni to'ldirib turib, motorni ishlatgandan keyin ozgina miqdorda ochib turib, donni maydalanaveradi. Donni mana shuni zaslonkani qo'ygandan keyin bunaqangi setkalari bor, donga, makka, bug'doyga. Mana buni hozir endi ishlatib ko'rsatib beramiz Baxtiyor akamiz uchun. G'ildirayli varianti, bis motorligi. O'zbekiston bo'yicha barcha viloyat shahar markazlariga 3,5 million ichida dastavkasi bepul. Barcha viloyat va shahar markazlariga O'zbekiston bo'yicha bepul. Qani ishlatdik. Bismillah. Hop, akalar ko'radigan bo'lsalaring, bu universal drabilkamiz eng zo'r yutuq taraflaridan bittasi, umuman qo'lingiz ichiga tiqmaysiz. Odam uchun o'ta xavfsiz, o'sha mukammal qilib ishlangan. Odam umuman qo'lini tiqish shart emas. Agar e'tibor berib turgan bo'lsalaring, boshqa drabilkalarda o'sha reklamalarni ko'radigan bo'lsalaring, faqat qo'lini tiqib turishadi. Bunda unaqangi narsa yo'q. Qo'lingizni tiqmaysiz. Yosh u qari, ayol, erkak bemalol ishlataveradi. Drabilkamizda hozir somon, o'taralash somon maydaladik mana. O'taralash somon. Endi mana shu somonimizni maylini ko'radigan bo'lsangiz, barcha turdagi mayda shoxli va yirik shoxli molmi, qo'ymi, misol uchun sigirmi, echkimi, любое bemalol mazza qilib yeydi. Ichida hozir mayin setkasi bor. Setkasini olib tashlansa, bir dona palasa qoladi. Mana shu palasa bilan namroq hashalarni, misol makka poyalarni, bedalarni namroq bo'lsa bemalol maydalanaveradi. Buni hozir kunda narxi mis motorligi 3,5 million so'm, 4 kW alyumin motorligi bor 3 million 200 ming so'm, 3 kW alyumin motorligi bor 3 million so'm. G'ildirayli varianti, ruchkasi ham bor, ikkita bemalol quloqdan tortib nima qilinaveradi, ko'tarib yurilaveradi. Va bitta kruchok bilan mana bitta nima bilan bo'shaladi. Juda oson varianti. Odam uchun o'ta xavfsiz qilib ishlangan. Bundan tashqari agar yo men faqat don maydalayman deydigan bo'lsalaring, misol uchun ikki xil setkasi bor, mayin va yirik. Xohlasiz kepak holatda bug'doyni maydalashingiz mumkin, xohlasiz makkangizni yirik holatda makka shox qilib maydalashingiz mumkin. Yo menga hashi maydalaydigan universal kerak emas desalaring, faqat don maydalaydigani bor. Super drabilkamiz donni changitmaydi. Bu drabilkamiz buni ham 220 ga 380 liklari bor. Xohlagan misolingiz soatiga 300 kilodan boshlab 2 tonnagacha chiqadigan variantlari ham bor. Zakazga qilib beraveramiz. Bundan tashqari meshalkalar tayyor bo'lyapti. Bundan tashqari drabilkalar. Xo'p, yana bizda nimalar bor? Presni butuncha tashlaydigan, hashamaydiganimiz bor. Buni katta o'sha fermalarga olishyapti, o'sha 3-4 mingta mol qo'yib boqadiganlarga. Bundan tashqari soatiga 1 tonna chiqadigan granulyatorlarimiz bor. Press ko'rim chiqaraman deganlarga, biznes qilaman deganlarga 1 tonna soatiga chiqadigan granulyatorlarimiz, 500 kilo chiqadiganlarimiz bor mana. Meta universal drabilkalarimiz, zagotovkalari, super drabilkalarimiz.
mini granulyatorlarimiz 220 da benzinda ishlaydigan, soatiga 100 kilo, 150 kilo chiqaradigan granulyatorlar, soatiga 500 kilo chiqaradigan granulyatorlarimiz ham bor. 3 ta rollilar, 2 ta rollilar hammasidan bor. Kimga shunaqa granulyator va drabelkalar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazanchilamiz. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Mustang drabelka va granulyatorlari O'zbekiston bo'yicha barcha viloyat va shahar markazlariga bepul dastavkalari bor. Mustangning poddelkalari ham chiqqan, shu bo'lasizlar. Biz u drabelkalarda xavfsizligiga javob bermaymiz. Faqat o'zimizdan olsalaringina biz o'zimizga javob beramiz. Nomerlarimiz faqat 2 xil. Boshqa nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring biz javob bermaymiz xavfsizligiga drabelkani. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.